Assalomu alaykum qizlar. Biz bugun ko'krakdan boshlab kassor bichilish, u kassor ham qanday figura chiqib, xuddi bu yog'i kassor emas, etagi kassor bo'lib ketganda choksiz bo'ladi. Bu faqat kaketkada bo'ladi. Choka bu yoq tomoni, tepa tomoni ko'krakka belga moslanib ketadi-da, etagi mana kassor holatda bo'ladi. Ko'rinib turgan bo'lsa agar bu narsani qanday chiqarish narsa o'rgatib ketmoqchiman. Birinchi o'rinda bizga mana bunaqa kaketkani tezasi kerak bo'ladi. Masalan, foydalanaman har doim, chunki bu men uchun bechtam ham bir martalik bo'ladi-da. Sizlarga ham maslahat beraman yoki filizmang yoki shundan foydalanaman. Bu hamma inson uchun alohida olinadi bu kaketka, shunda nima qilinmaydi, adashib ketilmaydi. Bu narsani qanday qilamiz? Mana uch burchak joyi, bu ko'rsatovligi uchun burchak ketadi. Albatta o'zi aslida chiziq qilingan tekislarni ko'rsatib chiqarib oldim. Mana kaketkani, orqa kaketka aslida. Kaketkani mana bundoq qo'yamiz. Mana uchga qismi, mana pastidagi o'rta qismi, kasa ulanadigan o'rta qismi bo'ladi. Bu mentini moslaymiz-da, bu yog'i chiqib ketaveradi. Bu chunki kaketka bu tepada turmaydi. Kaketkasining butun holati bor. Bu unaqa fason emas, kaketkalik fason. Mana bundoq qilamiz-da. Bitta hozir 28 cm bo'lishi kerak ko'kragidan. 28 cm kirdim. Bu yoqda bo'lib olib turib, kemayni qo'yamiz. Mana andazani qo'yib, bittadan hisoblashni boshlaymiz hozir. 3 cm bittadan tushgan bo'lamiz. Yelkani pastki qismiga shu 3 cm da chiqarib yuboramizda, 23 cm kerak bo'ladi bizga. 23 cm belgiladik biz. 23 cm bu ko'krak aylana hisobi bu. Qo'ltiq aylananing eng oxirida qo'ltiq aylana bo'ladi. Shunda keyin biz kaketka hisobi past mana eng o'rta qismi, eng uzun qismi 28 bo'lyapti. Orqa qismida 26, 25 cm bo'ladi. 3 cm farq qilish kerak. 2 cm orqa kaketka bilan oldi kaketkaning farqi 2 cm bo'lishi kerak. Shunda ko'ylakning standarti chiroyli bo'lib chiqadi. Bizda ham xuddi shunaqa, mana bu oldi kaketkani o'yindisi, oldi o'yindi bo'ladi. Mana bu holda o'yilishi, orqa kaketka o'yilishi bo'ladi. Buni buchoqdan kessalaring, orqa nimani kesgan bo'lsa, kassoda mana buchoqda kessalaring, oldi kassoda kesgan bo'lasizlar. Endi buni mana bu belni belgilash uchun mana bu kaketka albatta kerak bo'ladi. Qayerdan belgilangan bo'lsa, xuddi o'sha yerga qo'yamizda. Mana bu joy eng yuqori joyi, yelkadan kirish joyi, eng yuqori joyidan o'lchanadi. 41 cm da o'lchaymiz, mana 41 cm da o'lchadim. Ayni shu o'lchagan joyimdan mana bu bitta matoni chekka qismi. Bizda hozir ko'z bo'lgani uchun aytib o'taman yana, ko'z bo'lgani uchun bu ortiqcha turibdi. Mana bu chekka qismidan 8 cm kiramiz mana shu qilib tushgan joyimizga. Shu nuqtani mana bu ko'krak aylana bilan etak kengligini birlashtirib chiqamiz. Mana shu holatda birlashtirib chiqamiz. Buni chetda aytib o'tishim kerak. Buni andaza bilan, andazani kesib qilib chiqilsa bo'ladi-ku deganlarga bu eng oson varianti. U ham andaza uchun vaqtlaring ketadi, ham bu narsani osonroq chiqarish usulida xullas. U narsani ham sizlar o'rgatib ketish mumkin. Dars davomida like bosib, bizga podpiska bo'lganlaringiz sari izohlarda o'z fikrlaringni qoldiringlar. O'shanga qaramasdan fasollarda o'rgatib boraman.